بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Tüm hamd senalar, alkışlar ve kollaşlar, maktaşlar, alemlerin Rabbi Allah olsun. Tüm muvaffakiyetler, galibiler, inşallah olsun. Salat ve selam, aman iyisellikler, kollaşlar ve destekler. Bu Allah'ın peygamberi, şundaqla bizning Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'a, Ehl-i Beyti'ge, sahabelerine ve kıyametkice onun yolundan yoldaşlar olmasın. Esselamu Aleyküm kaderlik Şarkı Türkistan'lık kardeşler. Bugünkü sohbetimiz Yunus Suresi 85. ayetinde anlatılmış inşallah. Çünkü Musa Aleyhisselam ırkî kırgınçılık aslında yaşamaktan yüzünün kavmini kurtulduruş için ırkî kırgınçılıktan kurtuluş talimatı bergeldi. Sohbette nima deganda Müslümanlıkka şart koşkan. Yani İsrail Musa Aleyhisselam'a iman etip mümin bo'lganligini, Müslüman bo'lganligini degandan keyin Musa Aleyhisselam Müslümanlık, müminlik bunda quruq gap bilan bo'lmaydi. Agar rost sizlar mümin bo'lgan bo'lsanglar, Müslüman bo'lgan bo'lsanglar, buning sharti Allohga tavakkul qilish deb tavakkul qilishni emr qilgan. Yani mustamlikadan qutulishning birinchi yo'li, irqiy qirg'inchilikdan qutulishning birinchi yo'li tavakkul qilish ekanligini e'lon qilgan. Tavakkul nima edi? Bir qancha yo'llarni solishtirish orqali ma'u falanning yo'li, ma'u pistanning ideologiyasi, ma'u Allohning o'rgatganida qarab taqib, Allohninkini tanlab, Allohga ishonib, men mush yo'lda bansam bo'ladi ekan, mush Allohning yo'li, islom men uchun uyg'un deb, mush dunyoga Allohning yaratib qo'ygan butun qonuniyatga amal qilish bilan birga islom yo'lini tanlashning tavakkul ekanligini o'rgatgan. Ya'ni mush dunyoga Alloh yaratib qo'ygan bir qonuniyat bor. O'tning ko'ydiradigan vazifasi var, muzning to'ngdiradigan vazifasi var. Shuna o'xshash har bir maxluqning Alloh sizning vazifasi shudir. Har bir maxluqqa vazifa beraylik. Şu maxluqotning, mavjudotning vazifa bilib, şu doiraga, şu Alloh qo'yib qo'ygan qonuniyatga amal qilish. Andan keyin Allohning yo'lini tanlab, islom bilan birlashtirib, yo'lga atlanganlikni tavakkul deb o'rgatgan. Tevekkül ibadetini müminlikning, Müslümanlıkning kılgan. Yani tevekkül deyince qarindoshlar, herkessiz pas holatdan bo'ldi endi yeter. Allah yo'l ko'rsatayotgandan keyin, Allohning payg'ambari yo'l ko'rsatayotgandan keyin, islomdan to'g'ri deb mu'min bo'lib bu dinga kirgandan keyin, endi bu pas zaman tugidi, endi aktiv zaman o'tish zamanı geldi. Hem de faaliyet zamanı, emeli hareket zamanı da pas halettin aktif haletke, hareketsizlikten hareketlik haletke kimin ismini tevekkül degan Musa Aleyhisselam. Bunu düşüngen Musa Aleyhisselam'ın kavmi nima dedi? Qanday inkos qaytdi? Ular dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Dediler ki, undaqda biz Allah'a tevekkül kıldık. Eğer Müslümanlıktan şartı, müminlikten şartı Allah'a tevekkül kılış bolsa, yolga chiqish, faaliyet qilish, bir ish qilish, harakat qilish bo'lgan bo'lsa, biz yo'lga atlandik deb atlanganligini e'lon qildi. Faqalu alallohi tavakkalna. Biz yo'lga chiqdik, atlandik, Allohning yo'liga atlandik deb
tevekkül ibadetiga qaytilganligini bu e'lon qildi. Bu bizningki Sharqiy Turkiston xalqaro tasdiqlar vaqtimizda nimaga taqobil keladi desanglar, qarindoshlar. Nimaga to'g'ri keladi desanglar. Mesela Sharqiy Turkiston xalqining ichida mustaqillikni xohlamaydigan odam yo'q. Hamma odam xohlaydi. Uni ko'ngli xohlaydi. İç-içidan xohlaydi. Ammo amaliyotda nurg'un odamlarni Xitoy göre gelip ailesini, urug' tuqqanlarini yoki zaif nuqtalarini tutib olish orqali majbur ishiltib, xuddi mustaqillikni xohlamaydigandek bir holga kelib oldi Xitoy. Nurg'un insonlar bunda bo'lgandan keyin uni ko'rgan ba'zi qarindoshlar nima deb o'ylaydi? Bu palani desek, umumda chiqsa, pustani desek, umumda chiqsa, qaraganda biz bu Sharqiy Turkistonlikning ishimiz aqmaydigan o'xshamamdi deb ümidsizlik chirib, ya'ni bizning bu ishimiz aqmaydigan o'xshaydi deb pasif holatga tushib qoladi. Ya'ni nurg'un odamlar inqilob qiladigan odamlarni uni qilib beqib, buni qilib beqib, yerim yo'lda qoladi. Uni boshlab baqsa, xalqdan destek kelmagan kun u yo'lda to'xtab qolyapti. Maaşni başlap baksa xalqdan destek kelmaganligini u ish to'xtab qolyapti. Anadan keyin o yerim yo'lda qilib, ummi yerim yo'lda, bummi yerim yo'lda qilgandan keyin, ankim buni Xitoy istixborotchilari Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillikqa niyati yo'qligini tashviq qilib, har xil yo'llar bilan, axborot vositalari bilan, sosyal media orqali Sharqiy Turkistonning zafiyatidan foydalanib Xitoy buni Sharqiy Turkistonliklar mustaqillikni xohlamaydi deydigan bir vaziyatni shakllantirishga tirishinglar. Butun kuchi bilan. Endi Sharqiy Turkiston xalqi mustaqillikni ichidan xohlagan bilan mana bu Xitoyning kuchiga qarshi menda aktiv faoliyat turib qoldik ya. Endi mana bu Musa alayhisolamning qavmini tadqiqlagan vaqtimizda qarindoshlar, bo'limi az ayna. Kichikgina az Musa Aleyhisselam'ın öz kanadını az sanlık bir insan iman etti dedi. Bu iman etip az sanlık insan bunu tevekkül ilan kıldı. Biz kandak ilan kılımız? Gerçi biz körünüşte Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini esliği keltirimiz deyip uçuk meydana çıkan tevekkül ibadetine atlanan insanlar az sanlık bolsak mı? Yoki az sanlık körünsek mi? Normalde bütün halk muş tevekkül ibadetine atlanmasa, muş pasif haletten aktif haletke atlanmasa karandaşlar, tevekkül ibadetiga biz kirmegen bo'lamiz. Tevekkül ibadetiga kirmasak, ne bo'lamiz? Musulmonlik ve mu'minlikdan şartı o'ti ya. Şart joyiga kelmasa, meşrut joyiga kelmaydi. Yani tevekkül ibadeti bizde bulmasa müminlik ve Müslümanlık salayetiga ega bo'lolmaymiz. Her qancha ağzımızda men Müslüman, ağzımızda men mümin deyotganimiz bilan tevekkül ibadeti bulmasa mümin Müslüman bo'lolmaymiz. Bunu Musa Aleyhisselam'ın qavmi tushungachga faqalu alallohi tavakkalna. Undaqda biz Allah'a tevekkül qildik, tevekkül ibadetiga atlandik dedi. Shuning uchun bizmi Musa Aleyhisselam'ın qavmi işgaliyetinden qutulishda mushu çağrını qo'llanganidek bizmi tevekkül ibadetiga atlanishimiz lazım. Pasif faoliyatdan aktiv faoliyatga, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga atlanishimiz, o'zimizdan atishimiz lazım. Atab bo'lgandan keyin bu birinchi qadam. Xalqimiz Sharqiy Turkiston xalqi o'zini tevekkül ibadetiga atab mustaqillik meydoniga o'tishi bu birinchi qadam. İkinci qadam nima? Buni Rabbana la tec'alna fitneten lil qavmiz zalimin deydigan tilak holatga kelish lazım. Anandan keyin bu musulmonlarning tilaki bo'ldi. Ey Rabbimiz, biz aktiv holatdan pasif holatdan aktiv holatga o'tdik. Aktiv holatga o'tgandan keyin buning bedeli bo'ladi. Shuning uchun la tec'alna bizni qilmag'in fitneten fitne nuqtasi lil qavmiz
zalimin zalim qavmga bizni fitna nishoni qilmag'in, bo'zaq qilinadigan nishon qilmag'in deb duo qildi. Ya'ni Musa alayhissalomning zamonidagi insonlarga o'xshash, bizga o'xshash. Biz hozir Xitoy tajovuzchilariga qarshi chiqsak, hozirgi modern Fir'avnga, Shi Jinpingga qarshi chiqsak, kallamizga keladigan nima? Bashimga qanday xatar keladi, qanday baloy ofat keladi deymiz-ku. Mushu bicharalarmi ayni shuni shu kallasiga kelib, aytdiki, ey Rabbim, bizni zolim millatga bo'zaq qiladigan bir nishonga aylantirib qo'yma deb, o'zining beshiga kelgan baloy ofatdan Allohga sig'inib panoh tiladi. Ve fitne degan qarindoshlar, fitne degan bo'zaq qilish. Alki suhbatda degan-ku, bir insonni fitnaga tashlash Allohning haqqi. Chunki fitna degan imtihon qilish degan gapdir-ku. Bir odamni bu imtihondan o'tamdi, o'tmamdi, sodiqmi, sodiq emasmi deb imtihon qilish Allohning haqqi va Allohning fitnasi haq ustida bo'lg'achqa, u Allohning imtihon qilish haqqi bo'lg'achqa, u haq. Ammo Allohdan boshqa har qanday maxluqning bir odamni men imtihon qilaman, sen sodiqmi, sodiq emasmi deyish haqqi yo'q. Chunki insonga bular dushmanga sodiq bo'lish vazifasi yo'q. Bunda bo'lgandan keyin Fir'avn Sibtila qo'zg'alan ko'taga qarshi chiqqanda nima deydi? Hozir qadar bo'lib bizga sodiq qul deydi. Hozir bosh ko'tagan qaraganda nurg'unlari kallasi o'zgarib ketgan o'xshaydi. Musoning oqisiga kelib, endi biz buni bir tekshirib qilib, kim bizga sodiq emas tekshirib qayla deb bilan bir siyosat chiqarsa, nurg'un Musa alayhisalomga ergashganlarning beshiga baloy ofat keldiganligi aniq. Buni bilgachga Rabbimiz bizni bu zolim millatga bo'zaq qilish nishoni qilib qo'ymagan bizni deb duo qilyapti. Endi bu bechora millatning, bu Sibti millatning Fir'avn millatini, Fir'avnni zolim deyilishi bizning hayotimizga nima taqobil qiladi qarindoshlar? Xitoy tajovuzchilarini tajovuzchi va ishg'olchi deganga o'xshash shunga taqobil qiladi. Shunga to'g'ri keladi. Biz Musa alayhisalomning qavmidan bu ta'limotni o'rganamiz desak, bizmi mushundaq gapni deymiz desak, birinchi qavm zolim deyishimiz lozim Xitoy tajovuzchilarini. Zolim millat, tajovuzchi millat, ishg'olchi millat, irqiy qirg'inchilikchi millat deb ashundaq atayolishimiz lozim. Hem ashundaq atishimiz lozim. Atgandan keyin uningdan keladigan baloyi ofatni ko'zda tutib, uningdan qutulish uchun Allah'a istanamiz. Allah'ın panoh tilaymiz. Ey Rabbim, men sening yo'lingni deb mustaqillik maydoniga atlandim. Endi Xitoy mening oilamni yoki o'zimga suiqasd qilishi mumkin, askirliklarni qilishi mumkin. Shuning uchun men sendan Xitoyninki eskilikidan sendan panoh tilayman deb Allohdan panoh tilayalisak, Xitoy sharridan mudofaalanishni bilib turib, shu o'zimizni atayalasak, andan keyin tavakkul qilgan bo'lamiz. Hamki Musa alayhisalomning ta'limotiga muvofiqlashgan, moslashgan bo'lamiz. İkinci tilkinim bo'ldi bundan ve necina bi rahmetike minel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz bizni sening rahmetin bilan kafir kavmdan nicat tutmagin bizga. Bizni qutqizib qo'ydi. Birincisi zalim kavm dedi. İşgalchi, tajovuzchi dedi. İkinci qatimda nima dedi? Bizni qutqizib qo'y. Undan qutulib ketaylik, mustaqil bo'lib ketaylik deb mustaqil bo'lishni, Fir'avn xonadonidan ayrılıp yenip çıkışını tilak haliga, dua haliga keldi. Shuning uchun bizning qarindoshlar Xitoyning sharridan qo'rqsaqmi, beshimizga baloy ofat keldiganligini bilsakmi, bu baloy ofatni Allohga panoh tilaymiz, Allohning saqlab qolishini tilaymiz. Allohga panoh tilab qilib turib, Allohdan panohlik tilab turib, anandagi mustaqillikni nimaga qilamiz? Nijatlikni
mustaqillikni, qutulishni, ozodlikni tilak holiga kelamiz. Har qatim duo qilgan vaqtimizda nima deb duo qilsak, shu vatanning mustaqilligini qo'lga keltirishni o'xshash shaklda shu tilak holiga kelamiz. Tilak holiga kelgan vaqtimizda qanday bo'ladi? Millat anadaki uyg'ongan bo'ladi. Millat tirilishga salohiyat qozongan bo'ladi. Millat tirilishga salohiyat qozongan vaqtida anadaki Allah ikkinchi qadamni Allah o'zi yo'l boshlatmoqda. Tunki oyatda 87-oyatda Allah shunday deydi. Musa alayhisalomning qavmi Firavun xonadonining zolim ekanligini, uning u kafir qavmning qutulish ekanligini tilak holatga kelgandan keyin Allah Musa alayhisalom va vahiyna ila Musa. Biz shu chaqda Musaga vahiy berdik. Ey Musa va axihi va uning qarindoshlariga vahiy berdik. Nima deb? Anta bawwa'a liqawmikuma bi Misra buyutan. Sizlar öz millatinglar uchun Misrda uy qilinglar. Demak ki bunun uy yo'q. Xitoy tajovuzchilar Sharqiy Turkistonning uy mulkiga qo'l qo'ygandek, shu tatib olgandek, butun mol mulkini tatib olgandek, fir'avnni tatib olganda, shuning uchun birinchi qiladigan ishinglar xalq o'zingning millatiga menda bir kiradigan, o'zingning milliy faoliyatni qila oladigan, milliy an'analarini asliga keltiradigan buyut uylar qilinglar deydi. Yig'ilish uylari bir araga kelib o'tiradigan, tabliğ qilishib, Alloh uni dedi, bu Alloh buni dedi, payg'ambar alayhisalom buni dedi deb Allah ve Allah'ın Resulü'nün talimatını ügüneyleydiğen ayrım uyanlar buluşu lazım. Bu hakikat kardeşler. Bize çet elde yaşadık dağıtımız, erkinlikle iliştik dağıtımız, erkinlikle ilişkinimizden çet elde yaşayabilirsek, erkin yaşayabilirsek, mümkünümüz desek kardeşler. Madde var, flu var, melava kuşluk milletlerini doğrab qalsak, qanday bo'ladi desek, hech nimamiz yo'qlab doğurgandan keyin bizda bir gap bor. Nima bir qush qag'ini doğrusimi putirlab ketadi deydigan bir gap. Da o'zimiz bilan tang bo'lmagan yoki davlat va kuch va insanlarni doğrab yaşayversak eslimizge qaytamaymiz, tutmamız jirlib ketadi. Asmara siyavlab ketamiz. Xitoyga asmara siyav bo'lmay chiqib chet elga, ma biz yashayotgan erkin davlatdimi yana bir araga kelmay, o'zimizningki ayrim derneklari bo'lmay, bir araga keladigan haftada bir ikki qatim o'zaro ko'rishib do'stligimizni ziyoda qilib turadigan, bizimizga hurmatimizni ziyoda qilib turadigan, bolalarimizni bir araga kelib o'zimizning dilimizdan gap qilishib, dinimizdan gap qilishib o'tiradigan ishlar bo'lmasa qarindoshlar, bo'lmaydi. Buni Allah bizdan mubdarroq bilgachga, ishg'oliyat ostida qolgan Musa alayhisalomning qavmiga ta'lim beryapti. Tababba degan qarindoshlar. Vaqt bo'lmagan ammo uzun zamanni ko'zda tutib, uzun zamanlık stratejiyani ko'zda tutib, bir yerga yerlashganlikning ismi tababba deydi. Vallazina tababba'ud dara vel iman deb Qur'onda shu uzundan atbularni tatib bir yerga yerlashib, ashani vatan qilib o'tganlarga tababba'u deydi Qur'onda. Mushnimi Allah Musa alayhisalomga da'vat etdi. Sizlar o'zingizning millatiga buyut tababba qilinglar. Büyüklük, küçüklük kılgan işimiz uzun zamanını közler, milletini terbiyeleydiğen öy, medrese, xanqa, mescid, kültür merkezleri degendek milletini terbiyeleydiğen yer kılınlar deb vahiy kıldık Musa ve onun kendini dışarı deydi.
Nerede kıldıkken bunu? Bir Mısır'a. Mısır'da. Mısır ne? Firavun'un payitaxtı. Yani düşman qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qanday vahshiy bo'lishidan qat'iy nazar, ishg'olga uchib qolgan millatda az bo'lsinmi, kichik bo'lsinmi, o'ziga doir to'planib turadigan yerlar bo'lmasa, u millatdan yo'qolib ketadiganligi mana shu yerdan chiqib turadi. Misrda qavminglarga buyutan, uy barpo qilinglar. Va ja'alu buyutakum qiblatan. Bu sizlar barpo qilgan uylarga qibla barpo qilinglar. Masalan, manchilik uyimiz bo'libdi, Palaniyadagi nupus, Pistaniyadagi nupus, manchilik nupus va shunday qarg'oqda manchi uyimiz var ekan, bu uylar nega qaraydi? Palaniyadagi qiblaga qaraydi deb bir markaz hosil qilinglar. Qibla degan markaz degan gap qaranglar. Bizning qiblamiz Ka'ba deymiz-ku islom dunyosida. Islom dunyosining markazi degan gap. Bu Musa Ka'baga qarab baqsak, Ka'ba qarabi uy, ichida hech nima yo'q. Bizning uylarimizda normal uy farqi yo'q. Uy. Nima uchun Alloh shunday bir uyni bizga qibla qilib turdi desa, qarindoshlar, u simbol bir Allohning emri. Ya'ni bütün musulmonlar bir markazga qarab vaqtda bu dunyodagi vazifani ado qila olasizlar degan mazmundagi bir buyruq bu. Shuning uchun qiblaga dunyoning qat'iy nazar ibodat qilganimiz kelsa, duo qilganimiz kelsa, namoz qilganimiz kelsa, qiblaga qarashimizning sababi shu. Chunki şu merkezge qarayman, şu bir merkezge bog'liq insonman deyish uchun qiblaga qaraymiz. Va bu parchalanib ketgan, vayron qilinib ketgan iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan har nuqtadan vayron qilingan qibti millatini birlashtirish, bir araya ekilish uchun bir qibla lozim ekanligini. Bu o'ylanlarga, siz bo'lgan o'ylanlarga qibla qilinglar. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Anandan keyin vazifalarni tiklanlar. Yani es-salat degan davomli namoz deb tarjima qilamiz va aqimus salat namozni ado qilinglar deb. Zot shunday qilish, shunday deb tarjima qilish to'g'ri va aqimus salat degan namozni ado qilinglar degan gap. Tarjima qilish to'g'ri, ammo to'g'ri bo'lmayotgan narsa bizma Uyg'urlarda bular musulmonlarning hammasida namoz qilinglar deb qo'ychi, biz bilgan namoz kallamizga keladi. Shu namozning sirqiy ko'rinishi, biz qilayotgan kunda 5 vaqt qilayotgan namoz shu. Namozning ko'rinishi shu. Ammo bu namoz unda qilinishdan keyin nimishqa Alloh ashida namoz qilsan degan vaqtda qarindoshlar, u namozning oq ko'rinishi bor. Bu namoz inson uchun bu dunyodagi hayotlik rehberi. Hayat nizami. Namaz insan için hayat nizami. Aş namazda namaz nim bo'lgan bo'lsa, hayotimiz şu namaz o'xshash, ashunday tartiblik, ashunday bir qiblaga qaraydigan, bir imomga itoat qiladigan, imom nima deb ovoz chiqarsa, shunga shu o'xshash shaklda itoat qiladigan bir intizom, nizam ichida yashashni uyutadigan bir ibodat namoz. Biz namozni miyada qo'yib o'qib intizam bilan, nizam bilan namoz qo'yib, ammo hayotimizga nizam eklanmasak, hayotimizga intizam eklanmasak, namoz bilan hayotimizning o'ttirsida aloqa qolmagan bo'ladi. Shu yerga aqimus salani alqib vazifalarni tiklanglar deb tarjima qilishimning sababi insonning namozi bilan hayoti o'ttirsida aloqa qolmagan chog'da namoz a tarafda qoladi, insonning hayoti boshqa tarafga ketaveradi. Namoz bilan hayotning aloqasi qolmaydi. Namoz bilan hayotni birlashtirgan chog'da qanday bo'ladi? Shu namozni qanday nizam, qanday intizom bo'lsa, inson hayotini shunday nizam, intizom ko'radi. İqtisodiy hayotiga nizam, intizom ko'radi. Siyosiy hayotiga, tarbiya hayotiga, her qanday bu hayotning her sohasiga namozda bo'lgan intizom, nizam ko'radi. Kirgan vaqtdanki her bir insonning o'ziga tushliq bu dunyo hayotida Allohni rozi qiladigan o'ziga tushliq bir vazifasi bo'ladi.
Şu vazifasini ado qilaman deydi. Hammadan vazifasini ado qilgandan keyin eng oxirisi bir butun shaklga keltirib qaragan vaqtimizda hammamizning ishi mukammal qildi. Shuning uchun Alloh shu mukammalliyatni ko'zda tutib namozni bizga farz qilgandek Bani Isroilga farz qilgan. Yani bir sohbetde deyildi o vesta'inu bis sabri ve salat. Eğer kuchun yetmey acizlab qolgan bo'lsangiz sizga yordam qiladigan ikki narsa bor. Birisi chidamchanlik, birisi salah deydi o. İntizam, hayat intizomi. Namoz ve şu namozning ishiga yerlashib ketgan hayot intizomi sizga yordam qiladi deb Allohning oyati bor. Shuning uchun mushundaq yerlarda surinib, xorlanib, farzorlik petib, xo'rlik petib qolgan sibtiy millatini Allah va'din o'g'itib, tirildirib, edam qilish uchun nima dedi? Va aqimus salah. Namozni iqoma qilinglar, salohni iqoma qilinglar. Ya'ni sizlarning bo'yningizga tushgan insonlik vazifasini ado qilinglar. Hayotingizga nizam va intizom ekilinglar. Hammanglarning ash o'zingizning tiliki uchun ash zolim qavmga bizni bo'zaq qilish nishoni qilmagan, bizni kafir qavmdan qutuldi deb tiladinglar, duo qildinglar. Şu tilikinglarga sodiq holda g'alaba qozonish uchun aqimus salat vazifalarni tiklanglar. Vazifalarni yiqilinglar. Har yerda yerlarda qo'rilayotdi vazifalarni. Shu vazifalarni tepib uni qoldirib ustingizga ilinglar. Deb bo'lgandan keyin nima dedi Alloh? Ve beşşirul mu'minin. Mu'minlerge kuş bişaretler. Mu'min diyen bana muşunda. Mu'min diyen bana muşunda hayat var. Nizam, intizam ekilip yaşaydıgan bulundu. Bunda mu'minler zaten galibi kılmak. Çünkü mu'min diyen gap, mu'min tevekkül bulundu. Tevekkül kılgan adam hareketke atlangan bulundu. Hareketke atlangan adam hayatıga, şahsi hayatıga hemen narsa intizam berdi. İntizam, nizam içinde işleyen. Teşkillenip bir teşekkül içinde teşkilatını işleyen her qanday millet, her qanday kavm g'alaba qilmaydi. Shuning uchun mana mush yo'lga kirgan mu'minlarga xush bishorat berginki, bu dunyoda cho'qim g'alaba qiladi. Bu dunyoda g'alaba qilgankan muhaqqaqki oxiratda g'alaba qiladi. Hep Allah qiladigan ishlarimizni mana shu oyatda Musa alayhissalomning tili bilan bizga deb turibdi. Musa alayhissalom o'z qavmiga ta'lim berish orqali qavmini qutqazdi. Allohmi Musa alayhissalomning bu muvaffaqiyatini Muhammad alayhissalomga deb berish orqali, Muhammad alayhissalom orqali bizga deb berish orqali bizga shunday ta'lim berdi. Bizning Sharqiy Turkiston xalq ustida g'alaba qilamiz deydi ekanmiz. Ras musulmon, ras mu'min bo'limiz deydi ekanmiz. Tavakkul qilishimiz lazım. Hareketli o'tishimiz lazım, faoliyatga o'tishimiz lazım. Faoliyatga o'tish uchun namozimiz intizom va nizomni hayotimizga yetkazishimiz lazım. Hayatimizni namozlashtirishimiz lazım. Hayatımız namazlaşkan vakitte anladık biz şunda bir mu'min bulunuz ki Allah müşahede kuş bişaretine bergen mu'minlerge kuş bişaretine be Şarkı Türkistan Müslümanları müstakillikini kolga aladı. Çokum müstakil buludu, çokum galibi kılıdı. Şarkı Türkistan halkıya kuş bişaretine be çünkü bunlar mu'min müşahede kılalı saadet Allah bizge kılmagan işlerimizde yani müjdemizden bir. Yani Allah'ın diginini kılsak, Allah'ın bergen müjdesi. Muvaffak olumuz, müyesser olumuz kılar. Şunun için Allah bizlerine şu şekilde dua kılaydı. Ey Rabbim, alallahi tevekkelna. Biz Allah'a tevekkül kıldık. Rabbana. Bizlerini zalim milletke,
fitne nişanı kılmagın ey Allah'ım. Biz Şarkı Türkistan halkını zalim millet boğan Xitay tecavüzçilerinin buzak kılıp oynaydıgan fitne nişanı kılmagın ey Allah'ım. Ve bizlerini kafir kavimden, yani Xitay tecavüzçilerinden, Xitay zalimlerinden nicatlık belki Allah. Bizlerini hakiki mutevekkillerden, hakiki müminlerden kılıp. Şu uluğ Ramazan'da kılgan ibadetlerimizin kabul kılgın, kılgan dualarımızın icabet kılgın ve makbul kılgın Allah. Ey Allah'ım, bu Şarkı Türkistan halkı içinde, bu uluğ Ramazan'da sana her kanda bir kardeşimiz, meyli vatanın içinde olsun, meyli vatanın içinde olsun, en güzel dua kılgan bolsa Allah'ım. Sana yaragan bir duası bolgan bolsa Allah'ım, şu duasına hemimiz Şarkı Türkistan halkı namidin amin deymiz Allah'ım. Amin deymiz. Şu güzel duaga bizi şerik kılıp Allah. Ey Allah'ım, Şarkı Türkistanlıktan içinde bir salih kulun bolgan bolsa Allah'ım. Bizden yaraydıgan salih, mutevekkil, mümin, Müslüman kulun bolgan bolsa Allah'ım. Biz mi aşında yaş kulun buluşunu halayımız. Bizim şularının, şu salih kullarının kadar duayımızda icabet kılın. Ey Allah, şu zalim Xitay tecavüzçülerini veyran kılın. Halak kılın Allah'ım. Ey Allah'ım, şu Xitay tecavüzçilerini bizning kulumuz bilen halak kılışını bizge nisip kılgın Allah'ım. Şu Xitayning halak için bizni halgan şekilde kullanırsa Allah'ım, bizge şu Xitay tecavüzçilerini veyran kılıp, vatandan kovlab çıkarıp, vatanımızda müstakil kılışını nisip kılgın Allah'ım. Subhane Rabbike.